Xitoy zulmidan qochib Qozog'istonga chiqqan va u yerda bexatarlikka erisholmagandan keyin Turkiyaga kelgan G'ayrat Erlibek ismli qozoq 13-iyun Istanbul aerodromiga qo'ngandan keyin Turkiyaga kirishi rad qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonlik qozoq G'ayrat Erlibek Qozog'istonga kelgandan beri yeshil karta yoki vatandoshlik olmagan. Qozog'istonda 3 qatim siyosiy panohlik tilagan va 3-qatim rad qilingandan keyin Xitoyga qaytarmoqchi bo'lgan. Shu sababdan bir qatimlik pasportga elektron viza olib Turkiyaga kelgan. Uning qaytarib etilganligi haqida xabarlar anish paydo qilgandan keyin faoliyatchilar harakatga o'tgan. Uyg'urlar Xitoy turmusida zaharlanib o'lib ketgan. Egilinishcha, Xitoyning Sharq Turkistondagi keng ko'lamli tutqun jarayonida qo'lga olingan 2 Uyg'ur turmada zaharlanib o'lib ketgan. Egilinishcha 70 yoshlardagi savdogar Hojiaxun va uning 60 yoshlik ayoli Mahbiramxon Xitoy doiralari tomonidan 2017-yil tutib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha, 2 Uyg'ur 2019-yili qonunsiz diniy faoliyatlar bilan shug'ullanish bilan ayblanib 10 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilingan. Amerika eksport kontrol qilish tizimligiga yana 43 o'rinni qo'shgan bo'lib, buning ichida Xitoyning 31 shirkat organi va Xitoyga harbiy uçquchilarni tarbiyalab beradigan chet el shirkatlari bor ekan. Xabar qilinishicha, Amerika hukumatı yangidan 43 shirkat organini eksport kontrol qilish tizimligiga kirgizgan bo'lib, mazkur organ va shirkatlar Amerikaning manfaatiga zid keladigan faoliyatlar va tijoratlar bilan shug'ullanganligi uchun jazo tizimligiga qo'shilgan. Xitoyning g'arbiy janubidagi Sichuan o'lkasining markaziy Chengdu shahrida Turkiyaning yangi bosh konsulxonasi ochildi. Turkiyaning Beijingda turishliq bosh elchisi Ismoil Haqqi Musa murosimda qilgan so'zida Chengdu bosh konsulxonasining Beijingdagi bosh elchixonasi bilan Shanxay, Hong Kong va Guangzhoudagi bosh konsulxonalardan keyin Turkiyaning Xitoydagi 5-vakillik organi ekanligini bayon qildi. Pakistanning Lahordan yo'lga chiqqan aeroplanning Sharq Turkistonning poytaxti Urumchiga qo'nishi bilan ikki shahar o'rtasidagi uchish asliga kelgan. Xitoy Janub aviatsiya shirkati boshqaradigan bu liniya Urumchini Islomoboddan keyin Pokistonga tutashtiradigan ikkinchi aviatsiya liniyasi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bunda Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi harbiy iqtidorni oshirish tirishchiligiga qarshi diplomatik qadamlarni bosganligini bildirdi. Blinken Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi harbiy kuch iqtidorlarini oshirish tirishchiligiga to'sqinlik qilish uchun diplomatik qadamlarning tashlanganligini ko'rsatib, sobiq prezident Donald Trump hukumatining Xitoyning Kubada axborot to'plash faoliyatlaridan xabardor ekanligini, ammo buningga qarshi yetarli tadbir qo'llanmaganligini aytdi.